Namanganliklar diqqatiga, Gelikmi, Nexia'mi, Toyota'mi, xullas Xitoy mashinami, любой mashina bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu akalarimiz yangi ish boshlab qo'yishibdi. Mashina, uy-joy, xullas nima, ana noturar bo'ladimi yo uy-joyingiz bo'ladimi, har qanaqa joy bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu profilda juda ham zo'r yaxshilikka qo'l urishib qo'yishibdi. Kichkina profil bo'lishidan qat'iy nazar, o'zi normal sotilyapti ekan. ikkitami uchtami o'y qo'yishdi, uyi ikkitasi o'zi daji sotilib ham bo'ladi debdi. Akalar podpiska bo'lib maksimal namanganliklarga tarqatib tashlasizlar va yangi ish boshlagan akalarimizni poddeska qilib qo'llab-quvvatlash maqsadida yelka-melka turib berishinglarni iltimos qilib qolamiz. Sababi bular ham yangi ish boshlashibdi. Balki siz sabab bo'lib motivatsiya berib, yana ham rivojlanib, kuchayib ketib qolishar. Xullas, namanganlikmiz-ku, poddeska qilmasak bo'lmaydi akalar. Like bosib, poddeska qilib, maksimal podpiska ham bo'linglar. Xullas, uy-joy sotmoqchi bo'lganlarga, mashina sotmoqchi bo'lganlarga aynan mana shu profil yangi ochilibdi.